Assalomu alaykum hurmatli Rivoj 98 YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlarga yana bir foydali ma'lumot ulashamiz. Videoga bitta like bosib, tanishlarga tarqatib qo'yinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Aynan temir beton mahsulotlariga ishlatiladigan metpesok va sheben mahsulotlarini aynan mana shu oqshomdagi o'zimizda Rivoj 98 drobilkasida ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqarish jarayonlarini hozir sizlar bilan birgalikda bosqichma-bosqich birgalikda ko'rib chiqamiz. Aynan mana shu joyda 4 ta bosqichda metpesok mahsulotimiz ishlab chiqariladi. Hozir sizlar bilan yaqinroqdan ko'rib chiqamiz. Aynan karyerlardan kavlab olingan mana shunaqangi aralashma, katta toshlar bilan mayda shag'alda aralashmasi, ya'ni tuproq ham bor buning ichida. Aynan mana shu birinchi bosqichda katta toshlari ajratib olinadi va mayda toshlarni maydalash jarayoniga keladi. Maydalash jarayoniga kelgandan keyin ikkinchi bosqich. Bu ikkinchi bosqichimiz do'stlar grupga keladi. Grup nima demoqchi bo'lsalaringiz, elash jarayoni. Elash jarayoniga kelgandan keyin ham elanadi, ham yuviladi. Bundan keyingi jarayonimiz bo'ladigan bo'lsa, uchinchi bosqich konus drobilkamizga boradi. Konus drobilkamizda to'liq mayin holatga keladi metpesokimiz. To'liq mayin holatga kelgandan keyin u joydan yana grupga qaytib keladi. Yana bir qator elangandan keyin xuddi mana shu joydan keyingi bosqichga o'tadi va bizning afzalligimiz metpesokda boshqa drobilkalarga qaraganda ko'proq yuvamiz. Nimaga desalaringiz, ya'ni o'zimiz temir beton mahsulotlariga xuddi mana shu metpesokdan ishlatamiz. Buni ham sizlarga hozir birgalikda ko'rsataman. Qani ketdik. Do'stlar, mana tayyor metpesok mahsulotimizni ko'rishlaringiz mumkin. Buni qo'lim bilan ko'rsatib qo'ysam ham bo'ladi. Mana shunaqangi temir beton mahsulotlarimizga sifatli tayyor metpesok mahsulotidan foydalanamiz. Mayinligini o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Afzalligini aytib o'tdim. Afzalligi juda ham ko'p yuviladi. Chunki temir beton mahsulotlarini ichiga mana shunaqangi sifatli narsa ishlatamiz va bundan tashqari har bitta xomashyoyimizda temir beton mahsulotlarining ichiga eng sifatli darajasini ishlatamiz. Mana shuning uchun ham Rivoj 98 da temir beton mahsulotlarini sizlarga bemalol tavsiya qilamizki, sababi har bitta detalga alohida e'tibor beriladi va sifatli temir beton mahsulotlarini sizlarga yetkazib beryapmiz shu paytgacha. Aynan nimaga ko'p yuviladi degan savol bo'lishi mumkin sizda. Metpesok mahsulotini ko'p yuvmaydigan bo'lsa, orasida tuproq qolib ketishi mumkin. Tuproq qolib ketgandan keyin bu mahsulotni markasini ham pastga tushirib yuboradi va sifatsiz bo'lib qolishi mumkin. Mana shuning uchun ham juda ham ko'p yuvamiz. Yuvganimizning sababidan temir beton mahsulotlarimizni ichiga ishlatiladigan mana shunaqangi metpesoklarimiz mahsulotlarimizning markasi balandroq bo'ladi, ya'ni davlat standart darajasida bo'ladi. Davlat standartlariga asoslangan temir beton mahsulotlari albatta sizning qurilishingizda ham, elektr liniyangizda ham har qanday loyihangizda bemalol sifatiga javob bera oladi. Videoga like bosib, mana shunaqangi quruvchi va elektr liniyalari bilan yuqori kuchlanishli elektr liniyalari bilan shug'ullanadigan quruvchi akalarga jo'natib qo'ying. Hammaga rahmat.